Yo'qmi, yo'q. Bizni ota-onasinikida o'tib kelyaptimi? Dadasi, tepada ham radarlar bor ekan. Sen xotinlar onangnikiga bo'lsang, bir dunyo narsa bilan qaytmasang bo'lmaydi, ha? Yo'q. Nima olib kelding sen? Yo'qmi-yo. Nima bu xotin? Nima bu? Qozoncha? Uyda yo'qmi? Ha, kichigi yo'q hatta. Och qoldingmi sen? Asal. Sal yo'q, firminni. Ha, bu nima? Pustoy paketku bu. Qaralab ketgan murabboni ham olib kelasanmi? Skoch. Pult. Bu nima edi bu? Yaxshi. Tak, Aydin tozarlikning yangi avlodi. Yangi parachokmi deyman? Ha. Zo'r ekan. Bu nima? Bu kartoshka bilan piyozni. Yo otang yo onang bilan git bilan ertandan aytib qo'yay. Nimaga? Qo'lim yangisini olib kelmadim-ku, ana ishlatilganini olib keldim. Qo'limi yo'qda? Ha, bir pachka bor. Yegini o'sdi. O'sh, yana nima olib kelding? Yo, assalomu alaykum. Onangni ham olib keldingmi? Yo'q. Qizni erga berib qutulmas ekansan. Ha, uydagi narsalarni bu yoqqa tashurib uyda yashashga sharoit qolmadi. Ha, kelib. Bir o'zingiz kelibsiz-da qaynotaqam. Shu yoqdaman, kuyov.